mana haliyam katta bir mol, ochiq havadagi mol, bir etajli magazinlar kompleksidamiz. New Jersey yonidagi mashhur firmalarni, bu yerdagi mashhur firmalarni Firmini magazinlari ekan, asosan kiyim-bosh, oyoq kiyim. Hali aytganimdek, toza amerikaliklar keladigan joy, toza keladiganday. O'zbeklar, O'rta Osiyoliklar, Xitoyliklar, Hindistonliklar deyarli bu yerda ko'rmadim. Shunaqa joy ekan ular. Qadimdan bo'lsa kerak shu kelib yurishadigan. Narxlari ham bir o'rtachadan yuqoriroq. Hamma o'ziga yarasha savdo qilib yuribdi. Bugun dam olish bo'lganligi uchun ko'pchilik kichkina bir narsa bo'lsa ham olib yoki kimdir tug'ilgan kuni bir narsasi bo'ladigan bo'lsa borishga sovg'a olib aylanib yurishibdi. Skidkalar bor har xil, mana 30, 40, 60% skidkalar boshlandi. Bu yog'iga kuchayaveradi shunaqa skidkalar. Amerikaliklarning puliga deyarli arzon. Bizning pulimizga o'rtacha. Lekin bir xil narsalar shu O'zbekistonda sotilayotgan narxlardan arzonroq. Asosiy mollar Kamboja, Bangladesh, Vyetnam ko'p chiqqan kiyim-boshlarimi anaqasi. Sifati yaxshi boshqa bir Yevropeyskiy tovarlar bu yerda sotiladi maxsus anaqalarda. Lekin deyarli sotilmaydi. Maxsus magazin kirilmasa, nimaga desa, bu mollar qimmat bo'ladi. Mana Bangladesh anaqalari ham toza ekologik, toza yeng anaqa paxtali anaqalar yaxshi, sintetika emas. Sintetikadan o'ttigilik ko'pchilik olmaydi, shuncha olib kelmaydi ham. Xullas, olsa bo'ladigan tovar bor. Qidirsa o'ziga yarasha arzonda tovar olish mumkin. Kimga nima kerak bo'ladigan bo'lsa. Xullas, archa bayramga tayyorgarlik bu yerda.